Hozir siz ko'rib turgan avtomobilda iordaniyalik Ali Al-Qaysini aynan jangda yer ishlatgan o'zimizni Buxoroning farzandi Sharif G'ushayev yetib kelmoqdalar. Rohat bilan nima gap bor deb turgan bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Rohat turar joy majmuasidan ajoyib sovg'a bor. Akalar, ketdik. Akajon, xush kelibsiz Buxoroga. Charchamadingizmi? Sog'-salomat yetib keldingizmi? Assalomu alaykum. Ma'lum bir savollarimiz bor. Birinchi savolimiz, jang qanday o'tdi? Zo'r aka. Ana endi eng asosiy savolda bu muxlislarni ham qiziqtirsa kerak. O'zi siz motivatsiyani jang jarayonida qayerdan olasiz? Sizga kim yoki nima motivatsiya, nima ruhlantiradi? Motivatsiyani Humo Arenaga juda ham ko'p O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan muxlislar bor edi. Qardosh davlatlardan. Shulardan oldim motivatsiyani. Biz sizni bugun 8 yildan beri aynan Buxoroni eng yaxshi kompleks xonadonlar bilan ta'minlab kelayotgan Rohat savdo kompleksiga aynan ushbu fursatlarda turar joy maskaniga taklif qildik. To'liqroq ma'lumot ichkarida bo'ladi. Agar kirsak, yana bitta chiroyli sovg'amiz bor. O'zgartirdim o'zimni, atrofim yoqmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zimni oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda 16 yosh Hurmatli Sharif G'ushayev, biz sizni Rohat turar joy majmuasidan Yangi O'zbekistonda Yangi hayot sari deb nomlangan yangi turar joy kompleksida joylashgan 2 xonali kvartira bilan tabriklaymiz va bu sovg'amiz Rohat turar joy majmuasidan.